Assalomu alaykum, Isrofiddin Asonlar va biz hozirda Sayyor park tomonidan tashkillashtirilgan robot sumo musobaqasida qatnashmoqdamiz. O'zimizning proyekt bilan bu musobaqaga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum hammaga. Men Samarqand viloyatidan Quvvatilla Og'abekman. Robotimni Kiberpark tomonidan o'tkazilgan musobaqaga olib keldim. Bunda aloqa harbiy instituti, ya'ni harbiy aloqa instituti nomidan qatnashdim. Ba'zi bir muammolar tufayli oxirigacha yetib kela olmadim. Bu robotimni ishlash prinsipi 45 voltli batareykadan kontroller Arduino Nano'da qilingan. Ikkita motor baloniga, bitta motor spenderga qo'yilgan. Shu prinsipda ishlaydi. 3 ta kontroller, 3 ta motorga. Asosiy xususiyatlari shu. Og'irligi keladigan bo'lsa, og'irligi 84 kilogramm tashkil etadi. Ishlash vaqti akkumulyator to'la zaryad bilan 5 soatga ishlayveradi. Assalomu alaykum. Mening ismim Yuqom. Cyberpark tomonidan uyushtirilgan musobaqada ishtirokchiman. Hozir o'zimning robotim bilan qatnashdim. Bu robot xususiyatlari qanaqa? Borib urishga mo'ljallangan. Robotning tagidan kiradi-da, narigi robotning tagidan kirib ko'tarishga mo'ljallangan. 100 kilogacha ustida yuk ko'taradi. Boshqa robot bilan to'qnashishga mo'ljallangan.